Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Charchamay. Yaxshi dam oldinglarmi? Musofirda yurgan vatandoshlar. Xo'p, salomat. Bugun ham ishlar nihoyatda qizg'in ketyapti. Strapl qoqilyapti, strapl tashib turibman men. O'zinglar tinchmisizlar? Zardevolam urushishni boshladi. Bu yerda Asror akam bilan strapl ulab aberib turibmiz. Bu yerda Abdurahmonlar qoqishyapti mahallada hasharchilar bilan. Qadrdonlar. Sizlar mana like bosib, hasharga kelgan ehson qilganlarni duo qilib tursanglar, Xudo xolasa. İşlerimiz nihoyatda oldinga yuradi. İnşallah tez kunlarda mana shu uylarni ham bitkizib, egasiga topshiraylik sizlar bilan birgalikda, yaxshilar. Keyin qadrdonlar, Sberbank ulangan umrimizga akamiz Irkutskiyda yashaydi. O'zbekiston vaqtini hisoblaganda O'zbekistondan 4 soat oldinda u yerda. Rossiyaning ba'zi shaharlar O'zbekistondan 2 soat orqada. Bunaqa ko'pchilik telefon qilib beryapti-kan. Yarim kechasida iltimos Rossiyadagi boshqa shahardagilar vaqtini sal hisobga olib telefon qilinglar. Endi yarim kechasida bezovta qilib ertalabdan 10 ga dovi telefon qilsa mayli deb kecha akamiz aytdi, Abdurahmon aka. Keyin bu karta ayolini nomida. Ayol ruskiy, musulmon-u, ruskiy. O'shaning uchun sal e'tibor berib qo'yasizlar mana shu narsaga. Bundan oldin kartani egasi Mahfuz opamiz ham shundan bezillab qoluvdi, qadrdonlar. Rossiyaning ba'zi shaharlaridan Irkutskiyda vaqti 6 soatmi, 5 soat bo'lib ketar ekan. Oldinga yurib. Hozir bizda abit o'gan bo'lsa, u yerda kechkirdi-da, endi shom bo'ldi Irkutskiyda. O'sha vaqtgacha e'tibor berib qo'yasizlar, qadrdonlar. Charchamayapsizmi Asror aka? Assalomu alaykum. Qadrdonlar, tuzaymisizlar? Charchamasdan ishlayapsizlarmi? Damlarni olib. Biz ham olyapmiz Sirojning ukamizga. Straplar ulab beryapmiz-da. Ichkarida qaqshyapti. Menda ulab olib kirib beryapman. U yoqda Abdurahmon qoqishyapti. Quyoshlar charaqlab chiqyapti. Bahor havo bo'lib ketdi, Xudo xolasa. Alloh rahmi kelman, kunlardan isib ketdi. Hasharga kelaman deydiganlar kela olasizlar. Keyin mana shu kartalarga ham qo'llab tursanglar, ozginadan oila budjetiga ziyon keltirmagan holatda, qadrdonlar. Endi Alloh dilga solgan inson tashayapti. Sizlar ham tashab turinglar. Sizlar bilan o'zi shu ehsoninglar bilan mana qancha oilalarga quvonch bag'ishlayapmiz. Alloh izni bilan sizlar bilan birgalikda. Xudo xolasa bu oiladan keyin ham bir ajoyib proyekt bor. Ko'pchilik bu proyektni ko'rib ham xursand bo'ladi. Rustamjon aytayapti-yu. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Ammo ko'p insonlar yaxshi qilibsiz deb xursand ham bo'lishadi, Xudo xolasa. Men mashina olib kirib berishim kerak, qadrdonlar. Olib kirib beray. Kuzatib turinglar endi. Tanzaniylar sog' bo'lsin, iloya. Charchamaylar. Alloh rozi bo'lsin. Qo'shganlaringlar bilan qo'shaqaringlar, Allohim. Hamisha yuzlaringlar yorug' bo'lsin. Qadringiz ham Alloh panohida bo'linglar. Allohim ehson qilgan ukalarimni ham, mana chet elda yurgan ukalarimni ham topganlarga barakalar bersin, iloya. Bizga birni bersa, ularga 10ni, 1000ni bersin, Allohim. Hoji onalarimizga ham rahmat. Mana ancha ehsonlar qilyapti ekan. Safardagilarga ham rahmat. Hammanglar tinch bo'linglar.
Yaxshi kunlarda mana shunaqa qilib mana shu yillarda to'yxonalar, to'ylar qilaylik iloyim. Allohu akbar. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar ukalar. Xush kelibsizlar. Farqlar zarur har bir kishiga, savob ila zarar gunohmi, puxta yurur biling ishiga. Kim tanisa Rasulullohni, ibodati bir istirohat, ko'rmas aslo ruhiy talofat. Ko'ksin silar haqiqiy rohat, kim tanisa Rasulullohni, kim tanisa Rasulullohni. Xulqi go'zal, ilmi bo'lar mo'l, chalg'itolmas biror yomon yo'l. Ayoliga ko'tarmaydi qo'l, kim tanisa Rasulullohni. Birovlarning baxtini buzmas, omonatlik ahdini buzmas, qarindoshlik rishtasin buzmas. Kim tanisa Rasulullohni, kim tanisa Rasulullohni. Kimki desa, kim tanisa, kimki sevsa Rasulullohni. Kulib turar g'amgin bo'lsa ham, irodasi metin so'lsa ham, donishmandur farrosh bo'lsa ham, kim tanisa Rasulullohni. Obro' ila mansab talashmas, do'sti bilan markab talashmas, mo'min bilan mazhab talashmas. Kim tanisa Rasulullohni, kim tanisa Rasulullohni. Aslogina saqlab yurmaydi, hasad tomon yuzun burmaydi, qo'shnisiga azor bermaydi. Kim tanisa Rasulullohni, halol yo'lda horib qolmaydi, o'zgalarning haqqin olmaydi, savdo qilsa alday olmaydi. Rasulullohni, har dam ilm tomon otlanar, miskinlarning ko'nglin shodlatar, bolasiga yosin yodlatar. Kim tanisa Rasulullohni, kim tanisa Rasulullohni. Kimki desa, kim tanisa, kimki sevsa Rasulullohni. Kimki desa, kim tanisa, kimki sevsa Rasulullohni. Qadrdonlar, strapl
qoqil bo'ldi, endi reka qoqamiz, xudo xolasa shipir reka. Ishlar o'ta g'oyatda qizg'in ketyapti. Zal devorlar ham urilyapti. Bugun mahalla faol har kungiga qaraganda. Mana akalarimiz zal devorlar uryapti. Hasharchilar duo qilib qo'yasizlar, yaxshilar. Xizmat qilganlarni. Gapirmadingizmi Asror aka? Abdul. Yana bormi? Ana tom. Ko'rinyaptimi? Mana shipir ekamiz ham kelib qoldi, yaxshilar. Shipir ekamiz ham keldi, yaxshilar. Shipirlar keldi. Strapl bu lozim. Bitta qoluvda shuni qoqsa shipir ekani ham boshlaymiz. Bizda operator yo'q, mana shunaqa qilib olamiz mana. Mahallaning odamlari xizmatda bugun. Shokir aka, Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Bu yog'i mana ketyapti. Straplar ko'tarildi. Endi qo'limizga kelgancha ko'pchilik taniydi ekan. menimi? Ha, meni Sizni ko'rib, Chorva akamiz, fermer akamiz deb nima qilishyapti, yozyapti. Aslida shu endi Mol ustasi deb. ko'pdan beri yuramizda mol bozorlarda endi baribir. Ko'p bo'lsa ham endi ozroq bo'lsa ham taniydi, hamma tanimasa ham Paxtavod taniydi-da baribir. Paxtavodman, butun Andijon shekilli. Yo, Andijon tanimaydi. Shokir aka Kecha yana olib keldi. yaxshi inson, yaxshilar. Shu mashinasida beminnat xizmat qilyapti. O'zining ishi вообще ko'p ekan. Lekin oshinyapti. Hamma yo'q o'rgiyapmiz endi. Nima qilamiz? Xudo xolasa. Yaxshilik ko'pchilik bilan bo'ladi. Manaqa. Ha, shunday endi. Burg'on ham qattiq ishlaydi, mana Burg'on ham ertaman kelgan soat 8 da Burg'on. Ha, bugun kecha gap eshitib qoldi ozgina, do'stim. Gap eshitdim. Ha, Kimdan eshitding? Bizdan-da. Sizlardan-da. Nimaga? Kecha jicha Uyda. kecha jicha qantardi bizni. Yetalab kelsa ham Toshkentdan Kecha futbolga o'rib, ikkiga davom. Nimada Uxlab o'tiribdi, qolibdi. nardada ko'chisi ko'p ketdi-da o'zi. U chaqirtaman demayapti, gap chiqar ekan. Bugun gap chiqar ekan. Bu yerda ham Oqtepaga o'xshab yaxshi insonlar ko'p ekan. Mahalla aktiv. Mahallada hamma joyda ahil bo'lgani yaxshi-da, qadrdonlar. Tomgacha ketyapmiz. Kamerani bunday qilib aylantirib olsam, tomni ishlari bilan hamcha tanishtirib beraman sizlar. Strapl bo'ldi mana xudo xolasa. Qoqil bo'ldi. Abdurahmonlar mana oxirgisini qo'yapti xudo xolasa. Hozir starapl tugadi inshaalloh. Sal qoldi ya. Starapl qoqilguncha. O'zi bitta o'g'il ekan. Bitta o'g'il emas, Yodiyor ekan. Uyda bitta o'g'il. Chekka chiqqan ekan, bitta o'g'il ekan o'zi. Nima, bitta o'g'il ekan. Bir pas turib shipir ekanini boshlaymiz inshaalloh. Mana shu ustalarni ham duo qilib qo'yinglar, yaxshilar. Bugun mahalla har kunga qaraganda aktiv bo'ldi deyapman.
Bugün sen ko'ngil yayradi bugun, xudo xolasa. Kechagidan ko'ra. Kim? Fahriddin ketaverdi. Ha, Fahriddin o'zi anaqa ekan, u bir zumda ekan, kirdi chiqdi qilib. Kelib ketib, Minutga ekan-da. Fahriddin minutga ekan. Bejon akamlar nimalar, Bahrin akamlar nimani tashishyapti. Shipirladi. Super. Rekalar keldi, xudo xolasa. Rekani qo'ysak, tanlovlarni qo'ysak bugun. Ajab pas. Shipirni bir tomonga hamma, ikki hamma tomonga qo'ysak. Ikki yaxshimi? Ichib turib qanaqa tayyorlanganini bildinglarmi shu sochda? Ha? Yo'q, mana. Qaynatib chiqishi aniq. Odil taka ham yutkazib qo'ydi ya kecha. Qanaqa qaynatganini bildingizmi? O'chaqda qozonda qaynatibdi aka buni. Bo'lmam sasni o'tinda qaynatgan ekanda. Yo'q. Surya, sur. Shalag'ori bilan qantag'orini aralashtirib turib qo'ygan ekan. Anaqalarga da bilasizmi? Qanaqa o'tinda qaynaganini bilyapman-ku. Aytyapman-da. O'zi ham danaga ajraguncha qaynab turdim-da. İçim geliyor o'zi. Qanaqa o'tinda qaynaganini bilindi-da. Kelgan to'p kelar ekan. Ana kelgan sira. Rasha atayotganda bo'ladi. Güzellik. Shirin ekan. Buni bilishmay qoldi tepadagi pastdagilar. Tepaga chiqib ketdi. Ustamjon bo'ladi, yusradi. Qanaqa tarifi? So'radimi? Ashpa qochilmaydi unaqa narsalar. paytda u olinmaganda anaqa qilmasdi, ulgurmasdik. Oppoq bo'lish kerak istaydi. Reka olayotgandik. Sodaqaga 3 tani pulni men to'lab beraman bu vaqtdagilar dedi. Texnika minadi, texnikalari 5 ga tushsin. Alloh o'zini o'rnini ko'paytirib to'ldirib qo'ysin. Qadrdonlar, duo qilib qo'yasizlar. Bitta akamiz taxta berib yuboribdi. Ehson qilib. Unaqa so'zlarga ahamiyat bermaysizlar. Bu hazil tariqasida aytilgan so'zlar. Mahalla bir-biri bilan hazillashar ekanda hammasi eng yaxshi gap haram ekan. Bu erkalatib aytsa ekan. Endi hali hazillashib gaplashadiganlar bo'ladi-yu. Biz ham shunaqamiz. Oshnog'ayni bilan, yaqin insonlar bilan unaqa gaplarga hech ahamiyat bermay qo'yaveramiz. Mahallalarda haligi so'z aytyapman. Ko'pchilik harami deb gap boshlaydi ekan-ku, hazilkashlarga. Nimaga? Shokir akam bittasi o'tib ketsa, harami deb baqiryapti-da. Mahallani haligi trendga chiqqan so'kishlardan. Shunaqa gaplar, qadrdonlar. Ishlarni boshlaymiz inshaalloh.
do'stim bedor tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga yetborligida otang g'animatdur, onang g'animat. Do'stim bedor tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga yetborligida otang g'animatdur, onang g'animat. Ota onang, opa singling doim silab turar boshing, ayamagin shirin so'zing. Otang g'animatdur, onang g'animat. Otang g'animatdur, onang g'animat. Jigarlaring parvonadur. Ota onang ketsa agar, ular senga begonadur. Ular senga begonadur. G'aming bo'lmas otang bo'lsa, kaming bo'lmas onang bo'lsa, ketsa topolmaysan izlab. Otang g'animatdur, onang g'animat. Otang g'animatdur, onang g'animat. Do'stim bedor tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga yetborligida otang g'animatdur, onang